Alo. Assalomu alaykum. Malikaxon Hojiona bilan bog'landimmi? Sog' salomatmisiz? Tanijoningiz sog'mi? Onajon, xayrli kunlar bo'lsin. Sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Rahmat qizim, rahmat. Tashakkur. Bugungi shodiyona, shukrona kunlaringiz yaratgan Allohimga ne'mat, payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan 66 yosh bahoringiz muborak bo'lsin onajon. Hech qachon yuzingizni kulgu, labingizni tabassum tark etmasin. Ilohim yuz yoshlarni ko'rib yuring. Rahmat. O'zinglarni ham taninglar, sog' umringlar uzoq bo'lsin. Rahmat, tashakkur. Shunchaki yashamang, oddiy yashamang, o'lmaydigan ezgu izlar qoldiring. Yaxshilik urug'in tinmay tepuvchi ilmli o'g'il qizlar qoldiring. Oddiygina kulmang, zavqlanib kuling. Jo'r bo'lsin olamlar shodligingizga. Shunchaki kurashmang, o'zgacha bo'ling. Dushmanlar tan bersin mardligingizga. Ayni daqiqalarda siz bilan tabriklar o'z loyihasi. Kamina boshlovchingiz Dinaraxon. Yaqinlaringizdan juda chiroyli dilizxorlari tabriknomalar kelgan onajon. Aynan. Qaysi yaqin insoningiz yo'llagan bo'lishlari mumkin? Kim sizni dildan, yurakdan quvontirmoqchi bo'lgan sirli insonlar kim deb o'ylaysiz? Bir taxmin qilib ko'ring-chi. Kim bo'lishmoqchi? Bolalarimdan bittasi bo'lishi kerak. Maşallah, albatta farzandlaringizdan kelgan. Aynan qaysi bolalar yo'llagan bo'lishlari mumkin? Katta qizim bo'lishi kerak, muborak. Maşallah, albatta qizalog'ingiz muborak opajon yo'llagan tabriknomalari, dilizxorlari hech bir so'zsiz, hech bir shubhasiz mabodo etib qo'ymaganmidilar? Yo'q. Aytib qo'ymaganmidi deydi. Yo'q, bildim o'zim. Maşallah, onalik qalbingiz adashmadi. Albatta bu tabrigimizga mehribon farzandlaringiz barchaligi qo'shilib qolishganlar. Shohsanam opa qizalog'ingiz, Shohida opa o'g'illaringiz, Rustam aka, Shuhrat aka, kelinlaringiz Shohsanam opa, Dildora opa, nevaralaringiz Otabek aka, Niginaxon, Madinaxon, Odinaxon, Asal, Shodiyonaxon, Shohrux, Shavkat, Shahboz, Shahriyorlar, Hamdamjon, Imonaxonlar hammaligi bugungi ayyomingiz bilan sizni tabriklamoqdalar onajon. Rahmat. Tashakkur. Ozgina qimmatli vaqtingizni olsam-da ular yo'llagan dilizxorlarini, tabriknomalarini Alloh qodir qilgancha sizga yetkazsam. Vaqtingiz bormi?